Bugun yoshlar o'z iqtidorlarini namoyon qilish uchun yurtimizda keng imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Aynan ular tashabbuskorligi natijasida hayotimiz uchun muhim bo'lgan innovatsion tashabbuskorlik va innovatsion loyihalarga qo'l urishayotganligi ham ayni haqiqat. Aynan bugungi rakursimiz qahramonlari ham ana shunday iqtidorli yoshlar. Yurtimizning ravnaqi va kelajagi avvalo yosh avlodning bilimli, faol va iqtidorli bo'lishiga bog'liq. Bugungi kunda mamlakatimizda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning salohiyatini to'liq namoyon etishlari uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, ko'plagan muvaffaqiyatlarga erishganman. O'zbekiston ziyolilar top 100 ro'yxatiga kirganman va Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi bo'lganman. Bu tanlovda 4,5 mingtadan ziyod talabalar ishtirok etgan bo'lsa, bular qatorida men ham borman. Qirg'iziston Respublikasida o'tkazilgan EJA konkursda birinchi o'rinni egallaganman. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan ilm-fan qaldirg'ochlari ko'rik-tanlovida 100 ta startap ichida 10 ta loyihani ichidan 3-darajani qo'lga kiritganman. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tashkil etilgan Mirzo Ulug'bek vorislari ko'rik-tanlovida g'olibiman. Aygirim tibbiyot yo'nalishida katta maqsadlar bilan ta'lim olmoqda. Yutuqlar salmog'i ham shunga yarasha. Aytishga arzigulik. Innovatsion ishlanmalar asosida doimiy izlanishda. Bizani bu loyihalarimiz, birinchisi Shining Bakery loyihasi, bu O'zbekistonda ekologik muammolarni oldini olish. Ikkinchisi bo'lsa Smart Med loyihasi, ya'ni sun'iy intellekt doirasidagi onlayn maslahat va diagnostika platformasi bo'lib hisoblanadi. Bu loyihamizda chekka hududlardagi bemorlar uyda o'tirgan holida shifokor bilan onlayn maslahat almasha oladi. Kelajakda tibbiyot fakultetini tamomlab, oliy toifadagi kardioxirurg vrachi bo'lmoqchiman va o'zimning innovatsion loyihalarimni yanada shakllantirib, kardioxirurgiya yo'nalishi bo'yicha rivojlantirmoqchiman. Prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlar uchun turli grantlar, stipendiyalar, tanlovlar va ilmiy loyihalar tashkil etilmoqda. Bu orqali yoshlar o'z bilim va qobiliyatlarini rivojlantirish, ilmiy izlanishlar olib borish va zamonaviy bilimlarni egallash imkoniga ega bo'lishmoqda. Asrorbekning ham innovatsion loyihasi amaliyotga joriy etilsa, turizm sohasini rivojlantirish va gid xizmatlarini raqamlashtirish imkoni yaratiladi. Uzgood Tower nomli loyihani ishlab chiqdik. Bu loyihamiz hozirgi kunda startap loyiha bo'lib, bu loyihamiz hozirgi kunda O'zbekistonda va jahonda rivojlanib borayotgan turizm sohasini yanada rivojlantirish va uni raqamlashtirishga yordam beruvchi loyiha. Sayyohlarning kelish jarayonini o'rganish mobaynida biz bu loyihamizga tur firmalardan ajratilgan holatda gidlarni raqamlashtirilgan va darajalariga qarab bo'lib chiqdik. Sayyohlar tur firmalar orqali keladi. Ortiqcha vaqtlarni ketishi, ovoragarchilik va narx-navoni ham bir xil holatda ushlab turishga noqulayliklar tug'dirmoqda. Loyihamiz orqali narxlarni ham o'zlari onlayn ko'rgan holatda kelishlari mumkin va o'zlari xohlagan gidni tanlab olishlariga yordam beruvchi loyiha hisoblanadi. Amaliyotga joriy qilish bo'yicha moliyalashtirish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. 2025-yil oxiriga qadar bu loyihani ishlab chiqadigan bo'lsak, 2026-yil mart oyida ommaga taqdim qilamiz. Iqtidorli yoshlar nafaqat ta'lim sohasida, balki sport, madaniyat, san'at, texnologiya va tadbirkorlik yo'nalishida ham yuksak yutuqlarga erishmoqdalar. Ular xalqaro fan olimpiadalarida, musobaqalarda va tanlovlarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilishmoqda. Maktabni qizil diplom va oltin medal bilan bitirganimdan keyin universitetga grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Universitetini professor o'qituvchilar bilan birgalikda o'zimni ilmiy ishimni ham olib bormoqdaman. Jumladan 50 dan ortiq xalqaro va respublika konferensiyalarda ishtirok etganman. Va bu konferensiyalar orqali men 30 dan ortiq respublika jurnallarida va 10 dan ortiq xalqaro xorijiy jurnallarda maqolalarim va tezislarimni chop qildirganman. Etnologiya sohasida o'zimni tadqiqot ishlarimni olib bormoqdaman. Xorazm vohasidagi qadimiy bayramlar va marosimlar mavzusida tadqiqotimni olib bormoqdaman. She'r va turli xil mavzulardagi hikoyalar yozishga juda ham qiziqaman. Ilk nihollarim nomli she'riy to'plam kitob tarzida chop qildirganman. Bir qancha she'rlarim va hikoyalarim Turkiya antologiyalarida va Amerikani nufuzli jurnallari va saytlarida chop qildirib joylashtirib boraman. Ilmiy ishlarim orqali yurtimiz tarixini nafaqat O'zbekistonda, balki jahonda ham tanitmoqchiman.
Iqtidorli yoshlar bu xalqimizning faxri, vatanimizning kelajak poydevori. Ularga berilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik mamlakatimizning taraqqiyot yo'lidagi eng muhim omillardan biridir. O'zimiz startap loyihalarim bor. Yashil qadam, ya'ni ekologik muammolarga barham berish. Bu loyiha asosan ekologik madaniyatni oshirishga yordam beradi. Jarima orqali emas, rag'batlantirish orqali odamlarga bu ekologik muammolarni tushuntirishga yordam bermoqchimiz. Mamnun universiteti Kariyera markazi tomonidan iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'yicha tizimli ishlar tashkil qilingan. Xususan, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, mehnat faoliyatlarida raqobatdosh kadr yetishishlari uchun universitetimizda ularni kasbga yo'naltirish, IQ darajasini rivojlantirish bo'yicha, til va IT savodxonligi bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Kariyera markazimiz tomonidan bepul til to'garaklari tashkil qilingan. 2024-25 o'quv yilida bitiruvchi talabalarimizni ish bilan ta'minlanganligi 70% ga yetdi. Bitiruvchi talabalarni ishga joylashtirish bo'yicha 20 dan ortiq hamkor tashkilotlar bilan o'zaro kelishuv memorandumlarini tuzib, birgalikda faoliyat olib borilmoqda. Iqtidorli talabalarimizni xorijiy mamlakatlarda o'qib kelishi va dunyoning xalqaro reytinglariga kiruvchi universitetlarga, xususan Yaponiya, Koreya, Avstraliyaning top mingtalikka kiruvchi mashhur universitetlarda ta'lim olib kelishi uchun akademik mobillik va xalqaro hamkorlikning turli sohalarida ishlar amalga oshirilmoqda. 20 dan ortiq talabalarimiz Janubiy Koreyada talaba almashinuvi dasturi asosida amaliyot o'tab qaytishdi. 40 dan ortiq talabalarimiz Yaponiyaning Kinjanjaku universitetida talaba almashinuvi dasturi asosida o'quv faoliyatlarini amalga oshirib kelishdi. 2025-26 o'quv yilida ham 1000 ga yaqin talabalarimizni Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya mamlakatlarida talaba almashuv dasturi asosida o'qishga jo'natishni rejalashtiryapmiz. Bugun barcha oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan yoshlarga ilmiy izlanish olib borish yoki bandligini ta'minlash borasida keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ular yutuqlarini kuzatish asnosida bunga yana bir bora amin bo'lish mumkin.